Yasha vachacha. Ismini nima qo'yamiz? Ahmad qo'yamiz. Nozim qo'yamiz. Adham qo'yamiz. Ko'zinglarni o'ldir, Nozim qo'yamiz. O'g'il bola yaxshi o'qib keling-a. Dadamga ism qo'yib beringlar. Ha, o'rtoqlaringizga ayting deb chaqirib turarsan, hozir maslahatlashib olaylik. Mana bola maktabga chiqdi, o'rtoqlar nima deb chaqirishni bilmayapti. Adham dedim-ku. Nozim qo'yamiz. Adham qo'yamiz. Nozim qo'yamiz deyapman. Adham qo'yaylik. Ya, mana so'mkasi qolib ketibdi. So'mkani olib ket. Cho'mcho'mi qani, cho'mcho'm, ha? Cho'mcho'mi qani? Ye, tanbay o'g'lim. Dada maktabga ham qilib o'tqizdim. Insta ham deb chaqirishdi. Keliningiz ham deb chaqiryapti. Bo'lib ketdim dada. Aytyapman mana shu o'g'limni otasi degan joyi bo'sh turibdi. Ismimni qo'yib beringlar. Yo'q, o'g'lingiz zo'r bo'ldi-yu. Tanbekovich bo'ldi-yu. Dada 15-yanvardan aholini ro'yxatga olish boshlangan. Ro'yxatdan o'tilgandan keyin aholini sonini, yer maydonini, ahvolini bilsa bo'ladi. Men ro'yxatdan o'ta olmayapman, chunki ismim degan joyda ismim yo'q. Ism qo'yib beringlar dada. Mana qo'ydi qo'ltiqqa qo'ymadi-da. Nima qo'yamiz ismini? Adham dedim-ku. Nozim qo'yamiz. Voy, yoppasiga, uyiga, ta'ziyaga. Jiyan, endi bu yog'iga sabrlik. Bir-birligini juda ham yaxshi ko'rishgan ekan, qara. Ota-onang ham ikkalovlari bir kunda o'tib qolishdi. Mana bu otangdan vasiyat. Mana bu onangdan vasiyat. Omonat hech kimga o'qitmadim, o'qirsan. O'g'lim, ismingni Adham qo'y.